Mana yaqinda kelyapti, inshaalloh unutmasak, Qurbon hayiti kunlarida, Qurbon hayiti avvalida ham buni zikr qilamiz. Qurbon hayitida ota-onaning ruhiga bag'ishlab qurbonlik so'yish ham ajr ulug', savob, solih amallardan hisoblanadi. Jumhur ulamolardan Hanafiylar, Molikiylar va Hanbaliylarga ko'ra vafot etib ketgan kishilar nomidan garchi vasiyat qilishmagan bo'lsa ham qurbonlik qilish joiz. Qurbonlikning savobi ularga yetishini aytishgan. Bir kishi vafot etgan kishining nomidan qurbonlik qilsa, xuddi o'zi uchun qurbonlik qilgani kabi uning go'shtidan o'zi iste'mol qilishi va sadaqa qilishi mumkin. Bunda qurbonlikning savobi vafot etgan kishi uchun, go'shti esa so'ygan kishi uchun bo'ladi deb bayon qilinadi. Buni ozgina sharhlashga ehtiyoj bor. Alloh taolo sizga dunyo bergan. O'zingizning nomingizdan bir ho'kiz so'yapsiz yoki bir qo'chqor so'yapsiz. Chunki sizga vojib qurbonlik qilyapsiz. Lekin yana bir ho'kiz so'yishga yoki yana bir qo'chqor so'yishga sizda imkoniyat bor. Dunyo bor. Men azizlar shunday insonlarni bilaman. Har yili Qurbon hayitida o'zlariga, ahallariga qilish bilan bir qatorda alohida bir yaxshi qo'chqorni olib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nomlaridan qurbonlik qiladiganlarni bilaman. Buni sizlar ham bilishinglar mumkin. Ya'ni dunyo orttirgan, o'ziga to'q. Nima uchun deyilsa, eslanglar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qurbonlik qilganlarida ummatlarning nomlaridan ham qilganlar. Muhaddislar aytadilarki, Rasulullohning mehribonliklarini qarangki, shunday bir davrlarda insonlar yashaydi, qurbonlik qilgisi keladi-yu, lekin qo'li kaltalik qiladi. Ololmaydi. Bir qo'y olib so'yishga qurbi yetmaydi. Bir mol oyib yoki tuya so'yishga qurbi yetmaydi. Shunday vaqtda qaniydi, meni ham dunyom bo'lsa edi-yu, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdek qurbonlik qilganimda, Alloh vojib qilgan qurbonlikka men ham qodir bo'lganda deb qalbida biroz o'ksinish bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qurbonlik so'yar ekanlar, ham o'zlaridan ham ummatning nomidan ham so'yganlar. Shu uchun bu hadisni eshitar ekanmiz, bugun oramizda so'yishlik imkoniyati bo'lmagan insonlarning qalbiga bu surur kirsinki, Rasululloh sizning nomingizdan qurbonlik qilganlar. Ana shu so'zni eshitgan ba'zi bir boy, muxlis, mo'min musulmon bandalar qurbonlik qilar ekan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ham nomlaridan qurbonlik qilib, savobini Rasulullohga baxshida qilish bor. Demak, asli qoida bor. Shundoq ekan, endi otangizning nomidanmi, onangizning nomidanmi, jigar aka-ukalaringiz yo opa-singillaringiz bo'ladigan bo'lsa, ularning ham nomidan o'tib ketgan bo'lsalar, qurbonlik qilib, sharti avval o'zingizga qiling. Ba'zilar aytadi, bu yil men otamning nomidan qilaman, otam o'tib ketganlar deydi-yu, o'ziga vojib bo'lib turib o'ziga qilmaydi. Yo'q. Birinchi o'zingizga vojibmi? Qurbonlik tirikka vojib, o'likka emas. O'likka qurbonlik vojib emas. O'lik insonga namoz farzmi? Yo'q. O'lik insonga haj farzmi? Yo'q. Nimaga u o'ldi, vafot etdi? Tirikka vojib, tirikka farz. Shunday ekan, avvalo vojib bo'lgan amalni o'zimizning nomimizdan qilishimiz kerak. Ortsa, orttira olganimiz bo'lsa, endi u qurbonlikni ana biz yaxshi ko'rgan insonlar, ustozlarimiz bo'lishi mumkin. Bizga yaxshilik qilib vafot etib ketgan insonlar bo'lishi mumkin. Shularning nomidan qurbonlik deya savobini baxshida qilaverasiz. Go'shtni nima qilasiz desa, go'shtni xuddi o'zingiz qurbonlik qilgandek bir bo'lagini yeyishingiz mumkin. Bir bo'lagini xalqqa tarqatasiz, bir bo'lagini uyingizga mehmon kelsa pishirib berishlik imkoniyati bor. Lekin meni umuman go'shtga ehtiyojim yo'q, men go'sht olishga yana dunyoyim bor desangiz, qurbonlikni butunlay nochorlarga, faqir, miskinlarga tarqatib yorsangiz, bu ham bo'ladi va savobi afzal va ko'proq bo'ladi.